Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi obzorimizda ko'pchilik so'ragan hamda arzonroq hamda crossover bo'lgan elektr avtomobil so'raganlar uchun Dongfeng ILS L7 avtomobilni sizlarga taqdim etamiz. Bu avtomobilimiz crossover hamda avtomobilimiz 5 o'rindiqli bo'ladi. To'liq elektrda. To'liq elektr bilan bu avtomobilimiz 518 km masofani bemalol bosib o'tadi. Bu avtomobilimiz juda ham yumshoq crossover bo'ladi. Hamda bu avtomobilimizda 19 disklar taqilgan. Orqa dizaynga keladigan bo'lsak, juda ham chiroyli ishlangan hamda o'zligini logotipi ILS yozuvlari bilan jihozlangan. Bu avtomobilimizda ichki salon qismlariga bitta baho beramiz. Avtomobilimizda ichki salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi apelsin svet bilan qoplangan hamda qora rasvetkalardan ham foydalanilgan. Avtomobilimizda multirol, informatsion tablo, katta monitorlar bilan jihozlangan hamda abduf abagrev sideniyalar voditel sideniyasida bor. Avtomobilimizda panorama tom hamda lyuki ham bo'ladi. Ort o'rindiqlariga keladigan bo'lsak, juda ham keng qilib ishlangan. Orqada 3 ta odam bemalol o'tirib ketish imkoni bor. Hamda o'zining podlokotniklari ham bo'ladi. Keladigan bo'lsak, bagaj qismi elektronniy bo'ladi hamda bagajimiz 430 litrni tashkil qiladi. Tak. Do'stlar, agar kimga ushbu avtomobil qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamdagi aloqaga chiqishinglar mumkin yoki kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar. Sizga tez orada aloqaga chiqamiz.